Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz imkoniyati cheklangan bolalarda tushunish va his-tuyg'ularni ifodalash. Rejalarimiz: birinchisi, tushunish va his-tuyg'ular tushunchasi va mohiyati. 2. Bolalarda tushunish va his-tuyg'ular rivoji. 3. Tekshiruv metodlari, kuzatish, suhbat va testlar. 4. Natijalarni tahlil qilish va bayonnoma tuzish. 5. Pedagogik tavsiyalar va individual yondashuv. Birinchi reja. Tushunish bolaning atrof muhitdagi hodisalarni idrok etishi, axborotni qabul qilishi, tahlil qilish va unga mos reaksiyalar ishlab chiqish qobiliyati hisoblanadi. Imkoniyati cheklangan bolalarda tushunish jarayoni individual farqlarga ega bo'lib, ba'zi bolalar vizual axborotni yaxshiroq qabul qilsa, boshqalari esa eshitish orqali yaxshiroq tushunadi. His-tuyg'ular esa bolaning ichki emotsional holati bo'lib, quvonch, g'azab, qo'rquv, xafagarchilik kabi reaksiyalarni o'z ichiga oladi. Hissiyotlar bolaning ijtimoiy va akademik faoliyatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun his-tuyg'ularni ifodalash qobiliyati bolani sinfdagi vazifalarni bajarish, do'stlar va o'qituvchilar bilan muloqot qilishda muhim hisoblanadi. Tushunish va his-tuyg'ular bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, bolaning hissiy holati, uning fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini belgilaydi. Masalan, qo'rquv va tashvish holatida bola axborotni noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Shu bois pedagoglar va psixologlar bolalarni baholashda har doim hissiy holatni e'tiborga olishadi. Tushunish va his-tuyg'ularni aniqlash pedagogga individual yondashuvni ishlab chiqishda yordam beradi va bu ko'nikmalarni rivojlantirish orqali bolalarning ijtimoiy moslashuvi ta'minlanadi. His-tuyg'ularni ifodalashni o'rganmagan bola sinfdagi vazifalarni bajarishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Tushunish va his-tuyg'ular bolaning kognitiv va emotsional rivojlanishi uchun asosiy ko'rsatkich bo'lib, pedagogik va psixologik metodlar yordamida bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlash mumkin. Masalan, o'yinlar, rolli mashqlar, kuzatish va suhbat orqali. Ikkinchi reja. Tekshiruv metodlari. Suhbat metodi bolaning psixologik va pedagogik rivojlanishini o'rganishda eng samarali diagnostik usullardan biri hisoblanadi. Bu metod orqali mutaxassis bolaning fikrlash tarzi, nutq madaniyati, hissiy kechinmalari, muloqotga kirishish darajasi va ichki motivatsiyasini aniqlaydi. Suhbat jarayonida bola savollarga qanday javob berayotgani, fikrlarini qanday izohlashi, his-tuyg'ularini qay tarzda ifodalashi hamda muloqot davomida o'zini tutish uslubi kuzatiladi. Suhbatning tabiiy va erkin tashkil etilishi bolaning haqiqiy psixologik holatini ochib berishga yordam beradi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarda bu metod hissiy holat, ijtimoiy moslashuv darajasi, qiziqishlar, qo'rquv yoki qiyinchiliklarni aniqlashda juda muhim hisoblanadi. Suhbat bolaning shaxsiy tajribasi, idrok doirasi va nutqiy rivojlanishi haqida chuqur ma'lumot beradi hamda keyingi pedagogik rejalashtirish uchun asos yaratadi. 3-reja. Imkoniyati cheklangan bolalarni testlash alohida e'tibor va moslashtirishni talab qiladi. Testlar bolaning yoshiga, psixofiziologik rivojlanish darajasiga va individual imkoniyatlariga mos bo'lishi kerak. Shu tarzda tuzilgan testlar bolaning ortiqcha stressga tushmasligini, topshiriqlarni to'g'ri tushunishini va o'zini erkin ifodalashini ta'minlaydi. Maxsus testlar orqali bolaning mustaqil fikrlash qobiliyati, sezgi motor rivoji, ijtimoiy moslashuvi, diqqat va xotira ko'nikmalari aniqlanadi. Test natijalari suhbat va kuzatuv ma'lumotlari bilan birgalikda tahlil qilinganda, bolaning psixologik va pedagogik rivojlanish haqida kompleks xulosa chiqarish, individual ta'lim dasturini shakllantirish va reabilitatsiya choralarini belgilash imkonini beradi. Shu tarzda test metodi bolaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda va uning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.
To'rtinchi reja. Natijalarni tahlil etish va bayon qilish. Natijalarni tahlil etish psixologik pedagogik tekshirish jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu bosqichda mutaxassis suhbat, kuzatuv va testlar orqali olingan barcha ma'lumotlarni birlashtiradi va har bir bolaning rivojlanish darajasini kompleks baholaydi. Tahlil jarayonida bolaning bilimlari, qobiliyatlari, qiziqishlari, hissiy holati, nutq va ijtimoiy moslashuvi sinchkovlik bilan o'rganiladi. Shu bilan birga yosh individual xususiyatlar va imkoniyati cheklangan bolalarning psixofiziologik o'ziga xosliklari ham hisobga olinadi. Natijalarni to'g'ri tahlil qilish bolaning rivojlanishdagi kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, pedagogik yondashuvni belgilash va individual ta'lim rejasini ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. 5-reja. Pedagogik tavsiyalar va individual yondashuv. Pedagogik tavsiyalar imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quv jarayonida bolaga ko'rsatmalar, mashg'ulotlar, o'yin va interaktiv metodlar orqali yordam beradi. Tavsiyalar bolaning nutqini rivojlantirish, diqqat va xotira ko'nikmalarini mustahkamlash, muloqot va ijtimoiy moslashuvni oshirishga yo'naltiriladi. Shu bilan birga tavsiyalar bolaning qobiliyatlari va kuchli tomonlarini rag'batlantirishga, zaif tomonlarini esa yumshatishga xizmat qiladi. Bu jarayon bolaning emotsional barqarorligi va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Individual yondashuv bolaning har bir mashg'ulotida uning imkoniyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Masalan, nutqida kechikish yoki diqqatini jamlashda qiyinchiliklar kuzatilgan bolalar uchun maxsus topshiriqlar, vizual va audio materiallar, repetitorlik yoki kichik guruhdagi mashg'ulotlar qo'llaniladi. Shu tarzda individual yondashuv bolaning rivojlanish sur'atini tezlashtiradi, o'z-o'zini anglash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi, shuningdek pedagogik jarayonni samarali va maqsadli qiladi. Individual yondashuv orqali bola o'z kuchli tomonlarini rivojlantiradi, zaif tomonlarini esa yumshatadi. Ta'lim jarayonida motivatsiya va ishtiyoqni oshiradi, shaxsiy rivojlanishi bilan ijtimoiy moslashuvni maksimal darajada qo'llab-quvvatlaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pedagogik tavsiyalar va individual yondashuv imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlaydi. Tavsiyalar bolaning qobiliyatlari, qiziqishlari va hissiy holatiga moslashadi. Individual yondashuv esa mashg'ulotlarni shaxsiy ehtiyojlarga mos qiladi. Hamkorlik, monitoring va refleksiya tahlil orqali pedagogik jarayon optimallashtiriladi, bolaning kuchli tomonlari rivojlantiriladi, zaif tomonlari yumshatiladi va ta'lim jarayoni samarali bo'ladi. Quyida mavzu bo'yicha o'z-o'zini tekshirish savollari berilgan. Savollar orqali o'zingizni tekshirib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.